Stalin razvedkisi inqilobni xalqaralashtirmaslik uchun ishladi. Tarixiy faktlar bo'libmi, yaqinqi yillarda oshkorlangan naq arxiv materiallari ko'rsatdiki, Moskva 3 viloyat hukumatining Sovet ittifoqidan boshqa har qanday davlat bilan aloqa qilishini hamda bu jumhuriyat doirasiga boshqa davlat kuchlarining kirishini qattiq cheklagan bo'lib, hatto jumhuriyat rahbarlarining boshqa davlatlar hamda kuchlar bilan aloqa o'rnatish orzusini aniqlash va uni qamal qilish uchun maxsus razvedka xodimlarini ishga solgan. Sovet ittifoqi hukumati ili inqilobi boshlanishdan ilgirla Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston territoriyalarida harbiy siyosiy tashkillash faoliyatlari uyushtirgandan sirt yana Toshkent va Olmaota shahrida Uyg'ur ziyolilarini ishga solib, Sharq haqiqati va Qozoq eli qatorliq jurnallarni nashr qilib, uning eli Tarbag'atay va boshqa rayonlarga kirgizgan. Bu jurnallarda Uyg'urlarning mustaqillikka undaydigan va Uyg'urlarning mavjud holati hamda tarixiy o'tmishini aks ettiradigan maqolalar ko'plab e'lon qilingan bo'lib, 1943 dan 1944 yillarda mazkur jurnallar Ili vodisidagi Uyg'ur ziyolilari orasiga tarqalgan. Mazkur jurnallarning asosliq tashkillovchilari va tahrirlari ham avtorlari atoqliq Sovet Uyg'ur rahbari Abdulla Ro'zi Baqiyevning inisi Abdumijid Ro'zi Baqiyev, siyosiy arbob Tursun Rahimov va atoqliq shoir Qodir Hasanov hamda atoqliq Uyg'ur tarixchisi Arshidin Hidoyatov va boshqalar edi. Sharq haqiqati jurnalini oldi bilan atoqliq Sovet Uyg'ur siyosiyoni Tursun Rahimov boshqurdi. 1944-yili 12 noyabrda G'uljida Cumhuriyet vaqtliq hukumati ta'sis qilingandan keyin Tursun Rahimov Moskvaga chaqirtilib, Sovet Kompartiyasi markaziy hukumatining ili inqilobi bilan bo'lgan munosabatlarga oid xizmatlar bilan shug'ullangan ekan. Hatto ba'zi aniqsiz uchurlarga qaraganda, ayni vaqtda bu odam maxfiy ravishda G'uljiga bir qancha qatim kelib ketgan ekan. Tursun Rahimovdan keyin bu jurnalni tarixchi Arshidin Hidoyatov, uningdan keyin Abdumijid Ro'zi Baqiyev boshqurdi. Sovet ittifoqidan maxfiy kirgizilgan mazkur jurnallardagi tarixiy siyosiy maqolalar Uyg'urlarning millatparvarlik ideyalarining kuchayishiga belgilik ta'sir ko'rsatgan bo'lib, milliy inqilob qatnashuvchilaridan yozuvchi Ma'sumjon Zulfiqarov va Tursun Qahari qatorliqlar ayni vaqtda o'zlarining bu jurnallarini o'qib, uningdan bilim olganligi va Gomindanga qarshi hissiyotlarining texmi oshqanligini tushundirdi. Saydulla Saypullayev qatorliqlarning qatnashishi ostida harbiy siyosiy kurs ichilib, tayyorlik ilib berilgan hamda Qirg'izistonning Issiqko'l bo'yida 30-yillarda Sovet ittifoqining Qashqardagi qo'zg'olonlarini bostirishda xizmat ko'rsatgan kishilardan Isoqbek Mo'nunov, Razzaq Mavlanov, ya'ni Mamtili Tavfiq qatorliq 300 necha odamning qotili qatorliqlarning boshlamchiligi ham qatnashishi ostida Batur, Buygi nomli ikki maxfiy qurolliq atrat qurilib, harbiy ta'lim-tarbiya ilib berilgan. Bu guruhlar Sovet KGBS tarafidan tashkillangan edi. Uyg'ur elida inqilob qo'zg'ash ishi 1943-yili Sovet ittifoqi Kompartiyasi markaziy hukumati tarafidan qaror qilingan bo'lib, buningga ayni vaqtda Stalin, Beriya, Molotov qatorliq Sovet ittifoqi oliy rahbarlari bevosita ishtirok qilingan. Sovet ittifoqining bexatarlik ishlariga mas'ul rahbari Beriya asosliq vazifasini zimmasiga olgan bo'lib, inqilobning qo'zg'alishidan ilgirla Sovet ittifoqining G'ulja, Cho'chak qatorliq joylaridagi konsullari Uyg'urlar orasidagi Shinsay va Gomindanga qarshi kayfiyatlarini kuzatgan hamda maxsus material to'plab va yerlik inqilobiy fikrdagi kishilar bilan
aloqa o'rnatib, ularga ilhom berish ham tashkillash ilib borgan edi. Sovet ittifoqi Uyg'ur elida inqilob qo'zg'ash uchun harakat qilayotganida, amaliyotda Uyg'ur qozoqlarining qarishliq harakatlari allaqachon boshlanib bo'lgan. Altay tavasida Osman Batur boshchiligida qozoqlarning qurolliq qo'zg'alonlari hech tinjimagan edi. Ili vadisida G'uljini markaz qilgan holda yerlik xalqlar bilan Xanzu hukmronlari orasidagi milliy ziddiyat yuqori pallaga yetgan. Xalqning Gomindang harbiylari va byurokratlarga bo'lgan g'azabi qaynab toshgan bo'lib, Shinsayning qattiq qo'l siyosati va bostirishlari Uyg'ur qatorliq hamma millatning Xanzu hukmronlar tabiqasiga bo'lgan nafratini kuchaytirayotgan edi. Gomindang huquqni qo'lga olgandan keyin elini o'z ichiga olgan butun Uyg'ur diyoridagi barliq tugidak harbiy ma'muriy huquqlar Xanzularning qo'lida bo'lib, Shinsay hokimiyatni egallagan dastlabki chog'larda Sovet ittifoqining ko'rsatmasi va Uyg'ur qo'zg'alonchilarining besimi ostida o'lkaning har darajalik rahbarlik o'rinlariga Uyg'ur qatorliq millatlarning vakillarini qatnashtirgan. Uyg'urlardan Xo'janiyaz hojim muavin o'lka raisi bo'lgandan sirt Yunus Beg, Abdurahmon, Tahir Beg, Mahmud Muhitti qatorliq xeyli ko'p bir qism kishilarga qozoqlardan Sharifxon, Tungallardan Mashovu, Qirg'izlardan Isoq Beg qatorliqlarga nozirlik, qo'mondonlik, valiylik ham hokimlikqa o'xshash turli rahbarlik vazifalar berilgan edi. Bu amaliyotda Uyg'ur diyori Manching imperiyasi tarafidan Xinjiang o'lkasiga o'zgartirilgandan keyingi 50 yil ichidagi zo'r yangilik edi. Ammo 1937 dan 1938 yillari va uningdan keyin Shinsay o'zining asli mohiyatini oshkorlab, bu kishilarni qo'lga ilib o'ltirdi, shuningdek har qaysi rahbarlik o'rinlaridagi milliy boshliqlar va ziyolilar qo'shinini tozlagan edi. Natijada 1943 dan 1944 yillarga kelganda Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlik xalqlarning noroziliklari eng yuqori pallaga yetdi. Yozg'ichi Zordun Sabir bu haqda o'zining Ana yurt romanida nihoyat aniq tasvirlaydi. Ayni vaqtdagi tarixiy shohidlardan marhum Saydulla Sayfullayev, Ziya Samadi va boshqalarmi ayni vaqtdagi G'uljining vaziyatini o'z asarlarida tafsili ko'rsatdi. Ana shularning amgaklari va boshqa tarixiy faktlarga tayonganda 1943 dan 1944 yillari inqilob portlashining harpisida G'uljidagi milliy ziddiyat shu darajada avjiga chiqqanki, Gomindang uchqichi ofitserlari G'uljidagi Uyg'ur va boshqa millat xalqlarining qiz ayollariga xohlagancha bosqinchilik qiladigan Xanzu hukmronlar tabiqasi yerlik xalqlarni qilch ko'zga ilmay, ularni odam qatorida ko'rmaydigan vaziyat shakllangan edi. Ana shundaq noroziliklar ili millat xalqining o'rtaq g'azabini qo'zg'ab, 1943 yillardan boshlab G'uljida maxfiy tashkilotlarga uyushish ishlari boshlangan. 3 viloyat hukumati harbiy nozirining kapitan darajalik ofitseri Ahmadjon Qosimining sekretari Mahmud Parmashevning aytib berishicha, ilidagi jumladan G'uljidagi inqilobni Uyg'urlar o'zlari qo'zg'agan. 1943 yilining oxirlari, 1944 yillarining boshlarida G'ulji shahridagi mahallalarda Uyg'ur yoshlarining Cho'g', G'uncha nomliq yer osti tashkilotlari qurilib bo'lgan. Demak, ozodlik tashkilotini qurish taklifini Sovet razvedchiklari ana shu vaziyatni kuzatib va tahlil qilib, inqilobning tayyorlanib qolganidek vaziyatning pishib yetilganligini tushungandan keyinla Alixon To'ra, Abdurahim Mahsum, Solijon Boy, Abdukerim Abbasov qatorliq kishilarga bergan ishkan. Mazkur uyushtirish faoliyatlarida G'uljidagi Sovet doktorxonasining doktori, amaliyotda Sovet ittifoqi razvedka xodimi Hokim Jappar Yorulla Bekov
va yana bir nafar Polat ismli o'zbek kishi vositachilik rol o'ynagan. Sovet ittifoqi Ili va Tarbag'atayda boshlanish oldidagi inqilobni kontrol qilish hamda uni tashkillash va ulg'aytish uchun Nilqa va G'ulja qo'zg'olonlaridan ilgarila Sovet ittifoqi ichki ishlar xalq komissariyati tarafidan Olmaota shahri va Qo'rg'osda alohida harakat guruhi qurilgan. NKVD'ning mazkur guruhining xodimlari Shimoliy va Janubiy Uyg'ur diyorida g'olibiyat ilib borgan bo'lib, lekin mazkur guruhining asosliq faoliyati 3 viloyat doirasiga qartilgan edi. Uyg'ur diyoridagi Sovet alohida harakat guruhining boshlig'i general-mayor Ignarov bo'lib, bu odam keyin Alixon To'raga maslahatchilik qilibla qolmasdan, balki bir tarafdan G'uljidagi 1 va 2 nomerlik uyning bosh rahbari bo'lgan. Cumhuriyetga harbiy va siyosiy jihatlardan maslahatchilik qiladigan 1-2 nomerlik uylarning vazifalarining biri Cumhuriyetni razvedka qilish bo'lib, general Ignarov Uyg'ur eliga qartilgan butun razvedka ishlariga mas'ul edi. Ayni vaqtda Uyg'ur inqilobchilariga o'zlarini Tatar deb tunishtirib, ular bilan zich aralashib ketgan podpolkovning unvonidagi Sovet razvedchiklari, ya'ni jasuslari, Boshqurut millatidan bo'lgan Ili Mamadov, Qirg'izistonda tug'ilib, yerlik Uyg'ur, qirg'iz tillarini puxta o'rgangan ruslardan Ivan Ivanovich Ivanov, ya'ni Uyg'urcha ismi Iskandar va Petr Savin, ya'ni Zokir apandi qatorliq 3 kishi eng dangliq razvedchiklardan edi. Ular 1933 dan 1937 yillardami Janubiy viloyatlarda faoliyat ilib borgan edi. Ili Mamadov Uyg'urlar orasida Ili apandi deb tanilgan. U bir mezgil Sharqi Turkiston Cumhuriyeti Ichki ishlar ministrligining maslahatchisi bo'lib, butun razvedka ishlarini boshqargan. U bevosita general Ignarovga bo'ysunatdi. Zokir apandi bo'lsa harbiy razvedkasini kontrol qilgan bo'lib, u Issiqko'l bo'yida tashkillangan Batur nomli qurolliq guruhining razvedka ishlariga mas'ul rahbari edi. Mazkur guruhiga Isoqbek Monotov rahbarlik qilgan. Uning tarkibida 1937 yili Qashqarda qirg'inchilik elib borgan Sovet ittifoqi KGB ofitseri Razzoq Mavlonov qatorliqlarmi bor edi. Zokir Oqsuga tushgan qo'shinning harbiy maslahatchisi bo'lgan. U Oqsuga yurish qilgan qo'shinni kontrol qilgan bo'lib, bu G'uljidagi Iskandar va Ignarovlar bilan bevosita aloqa qilib turadi. Oqsudan chekinish buyrug'ini Zokir bilan Iskandar yetkazgan. Ana shu Sovet jasuslarining kuchli harakatlari tufaylidan Alixon To'raning podpolkovning Sopaxun qatorliq boshqa Uyg'ur rahbariy xodimlarga ilig'i chekinmay, davomli Oqsuda jang qilib, urushni janubiy viloyatlarga kengaytirish haqidagi ikki parcha maxfiy xati G'uljidagi 2 nomerlik uyning qo'mondoni general Ignarovning qo'liga yetkaziladi. Ignarov bu xatning mazmuni haqida Moskvaga uchur yo'llaydi. Qisqasi, Alixon To'raning Oqsudan chekinmay, inqilob o'tini butun janubga tutashtirib, Stalinning olqinidan qutulib, musulmon dunyosini o'z ichiga olgan chet elliklar bilan aloqa qilish niyati amalga oshmay qoladi. Bu haqda milliy qahramon marhum Sopaxun aka 90-yillarda muallifga so'zlab bergan edi. Shunga Zokirning keyin Sopaxun haqidagi aslimisida uning ajoyib qahramon ekanligini tan ilib, uning sovetlik maslahatchilar, ya'ni Zokirning so'zini anglamaydiganligini ko'rsatgan. Ashu Ili Mamadovning yig'inida nashr qilingan aslima xarakterli kitobidan ma'lum bo'lishicha, Sovet razvedkasi 3 viloyat hukumatini shunchalik qamal qilganki, hatto Milliy armiya sepi va hukumatdagi oqurishlar deb atalgan Milliy armiya bosh qo'mondoni Polonov, Milliy armiya polkovniki Leskin,
Maliya Ministerligining maslahatchisi Gripkin, polkovnik Mogotnov, qirg'izlardan Mavlanov, No'g'ay Bayev va boshqa necha o'nlagan yuqori darajalik harbiy siyosiy xodimlar Sovet razvedkasiga bog'langan va uning bevosita xodimlari bo'lgan ekan. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati va uning har qaysi ministerliklardagi maslahatchilarining ko'pinchisi Sovet NKVDC bilan munosabatli kishilar bo'lgan. Mazkur kitobda ko'rsatilishicha, general Ignarov toki 1949-yilning oxirlarigacha qo'rg'osda turib, Uyg'ur elidagi harbiy siyosiy vaziyatni kontrol qilishga rahbarlik qilgan. Hatto Abdurrahim Maqsumning so'zlab berishicha, 1945-yillarning o'ttirlarida Sovet ittifoqi razvedka o'rinlari bir kishini, ya'ni Afg'onistondan kelgan degan nom bilan G'uljiga avatgan bo'lib, o'zbekcha, farscha tillarni yaxshi so'zlaydigan bu odam mashina haydash va remont qilish, harbiy komandirlik, rassomlik hamda xalqaro siyosiy vaziyat shuningdek diniy ilm qatorliq har tarafdan yetishgan to'liq qobiliyatli kishi edi. Alixon To'ra uning elida Uyg'ur eli Jumhuriyati qurilganligini anglab, yordamga kelganligidan iborat so'zlarga ishinib, uni o'z yeniga oldirgan. U Alixon To'ra bilan bir mazgil birga yurgan hamda uning konvoylariga harbiy bilimlarni o'rgatgan. Lekin uzun o'tmay tuyuqsizla uning asli chet el shpiyoni ekanligi pash bo'ldi deb tutib ketilib, izderaksiz yo'qolgan. Aslida u chet el shpiyoni emas, balki Sovet ittifoqining o'zining Alixon To'raning yeniga tashlagan josusi ekan. U Alixon To'raning ichki ko'z qarashlari hamda maqsadlarini kuzatishga maxsus avatilgan ekan. Umuman, Sovet ittifoqi bir tarafdan milliy inqilobni qo'llagan bilan uni to'liq qamal qilish uchun barliq choralarni qo'llagan bo'lib, bu ishni amalga oshirishda Sovet ittifoqi razvedkasi unumlik xizmat qilgan. Sovet razvedkasi Stalinning eli inqilobini xalqaralashtirmaslikda zo'r natija qozongan bo'lib, hatto Yalta yig'ini va Stalinning kelgusi planlaridan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati rahbarlari xabarsiz bo'libla qolmasdan, balki Jungo rahbari Jiang Kayshinmo xabarsiz qolgan edi. U faqat kelishim tuzilib, bir qancha oylardan keyinla ana shundoq bir kelishimning bo'lganligidan xabar topgan. Jungo doiralari buningga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lsa-mu, lekin ayni vaqtdagi ularning kuchsiz ham passiv xalqaroliq o'rni buningga yo'l qo'ymagan. Jiang Kayshin hukumati Stalin hukumati bilan tirkishishga urinib baqqan bo'lsa-mu, lekin amalsiz qolgan. Stalin boshdan oxiri aktiv rolda turgan. Gomindang hukumati bo'lsa, passiv holatda qilivergan. 1945-yili 6-oydan boshlangan Sovet Jungo urushlarida Stalin agar Jungo Yalta kelishimidagi shartlarga ko'nsila, Jungoning Sharqiy Turkistonning huquqiga kapolatlik qildiganligini bildirdi. Natijada 1945-yili 8-iyun kuni Jiang Kayshin Yalta kelishimidagi moddalarga asosan, ya'ni agar Sovet ittifoqi Jungoning Sharqiy Shimol va Sharqiy Turkistondagi egilik huquqi ham zamin butunligini kapolatga ega qilsa, Jungo kommunistlari va Sharqiy Turkistondagi qo'zg'olonlarni davomli qo'llamaslikqa kapolatlik qila olsalar, Yaponga qarshi urush g'alaba qilgandan keyin umumiy xalq ovoz berish usuli bilan Mong'oliyaning mustaqillik masalasini hal qiladi. Shuningdek, yana Jungo Dalianning erkin port bo'lishi, Sharqiy Shimol temir yo'li va Lushin portini Sovet Jungo o'rtaq foydalanishga, ammo boshqarish huquqi Jungoning qo'lida bo'lishga qo'shiladi degandek qarorlarga kelib, Sovet ittifoqi tarafga rasmiy bildirdi. Jiang Kayshinmo Sharqiy Turkiston bilan Manjuriyani saqlab qolish uchun zo'r manfaatlardan voz kechishga tayyor bo'lgan.
Stalinmi o'z manfaatlarini qo'lga keltirish uchun Uyg'ur elini jumladan Uyg'urlarni qurbon qilishga tayyor bo'lgan. Qisqasi, ayni vaqtda Uyg'ur masalasi bilan Jungo kommunistlari masalasi Sovet-Jungo munosabatlaridagi oshqushliq nuqtaga aylangan bo'lib, Uyg'urlar Stalinning qo'lidagi siyosiy qartga aylanib qolgan edi.